andazasiz hozir qo'lingizda bolachanglarning kiyimi bo'lsa o'shandan bir xudiman koftami tikishni o'rganamiz qizlarjonlar. Navaramni koftikasi qolib ketgan ekan, shundan foydalanib men 3 ta ip nachosli mato bor ekan, shundan bir narsalar qilib bergim keldi. Demak, buklovni keraklicha buklovni olamiz, matoni isrof qilib tashlamaymiz. Bu kiyim mana bolachamga уже kichkina, sal kattaroq qilib olamiz. Demak, o'sha uzunliklari, anaqalar o'zingizlarning xohishingizga qarab. Xo'sh, mana yelkasi, mana ozgina katta beryapman qizlarjonlar. Mana men qo'limni qo'yayotgan joyimga belgili berib ketaman. Bu o'sha qo'ltiq o'yindisi. Qalin bo'lgani uchun ozgina kattaroq qilamiz va tekis olamiz. Mana bu oldi tomoni. Ana endi orqa tarafini tushirib olishimiz kerak. Xohlasanglar, endi men-ku o'sha santimetrlarni bilaman. Sizlar nima qilasizlar? Mana mashina shunday kesib olasizlar-da, 1 santimetr, 1 santimetrgina katta qilasizlar. Men butini esa 2 santimetr bundoq tushirib, garlavina qilib ko'chirib olsanglar ham bo'ladi, qizlar. Gap isboti bilan bo'lish uchun mana kesishdan oldin sizlarga ko'rsatyapman qizlarjonlar. O'sha mana 1 santimetrgina qo'lda o'yindini katta qilib olsanglar, 2 santimetr mana tushgan anaqasi bo'yin o'yindisi shu orqa bo'ladi. Endi kesamiz. Endi yengiga o'tamiz, qizlar. Yengini ham shu anaqasiga qancha katta chok haqi bergan bo'lsanglar, o'shancha katta chok haqi berishingiz kerak qo'lda o'yindisi kelib olishi uchun. O'rtasini belgilab olib, shuni aylana qilib qo'ya qolasizlar. Bo'ldi, mana shunday ikkita bichib olamiz. Mana bu ostatka materiallardan cho'ziladigan joydan ribanalarni bichib olamiz. Qancha bizga manjet kerak bo'lsa, ana o'shancha manjetga 1 santimetr chok haq qo'shgan holatida qancha kerak bo'lsa shunchaligini bichib olasizlar. Hop, mana hamma detallarni bichib oldik. Qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Oldin overlockda tikamiz, keyin overlockning yonidan to'g'ri chokda tikamiz. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz mana shu yelkalarni ulashi bo'ladi. Ana undan keyin yengini ochiq holatida detski bo'lgani uchun mana shu yengini ochiq holatida mana bundoq qilib ulab olamiz. Ana undan keyin ikkita yengini qo'ltiq o'yindisi bokovoy bilan birgalikda olib kelamiz. Xullas, mana bunaqa nakleykan bor edi. Shu nakleykanni yopishtirgandan keyin shu bolachamga cho'nchak qilgim ham kelib qoldi. Demak, o'sha nakleykaga bo'lgan balandlik plus yana chok haqi berdimda, mana bunaqa cho'ntak bichib oldim. Buni nima qilasizlar, qizlarjonlar? Polni mana mashtini overlock qilasizlar. 1 santimetrdan qayirib chok berasizlar. Ana undan keyin manbitga chok berasizlar va mana manbitga chok berib qo'yasizlar. Mana tikib oldik yonlarini. Ana endi manjetlariga o'tamiz. Mana bizda nima hosil bo'lyapti? Chiroyli xudi dermidi? Xudi tayyor bo'lyapti. Demak, biz endi hozir mana manbitdagi manjetini tikishimiz kerak. Manjetda iloji boricha bu bizda agar ribana bo'lsa, bundan kichikroq qilasizlar. Bizda hozir bu unchalik cho'zilmayotganini hisobiga olib, mana unchalik cho'zilmayapti. Shuning uchun imkon qadar anaqa teng olishga harakat qildim. Mana imkon qadar teng oldik. Lekin agar 1-2 santimetr kichiktirsa ko'taradi.
Mana hozir bunisini bunga ulaymiz. Mana overlock qilamiz, dazmol qilamiz. Jam ko'tarib yuboradigan bo'lsa 0,5 cm dan chokib bersanglar ham bo'ladi. Agar dazmolda yotib bersa tegmaydi. Demak, xuddi shu manjetni yengiga qilamiz va ribanasini tikib qo'yamiz. Voila. Demak, xudimiz tayyor. Hamma joylari tayyor. Xudimiz tayyor bo'ldi. Roppa-rosa yarim soatda bitdi.